الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح سنة بين الحلال والحرام كما قال الله تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنكر الثلاثة والربع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من النكاح المنكوحة والمرغوبة yani dediki kimki iymon keltirgan bo'lsa Rabbisini tanigan bo'lsa Muhammadni haq degan bo'lsa Alloh taolo nikohni amr qildim dedi. Uylanishlik turmushga payg'ambarning sunnati dedi. Ana shu nikohning shartlari bor dedi. Qaysi bir sharti buzilgan bo'lsa nikoh bo'lmaydi dedi. Avvalo birinchi sharti musulmon bo'lsin dedi. Rabbisini tanib Muhammad haq degan bo'lsin dedi. Qalbidan Xudo bor, Muhammad haq payg'ambarning tilidan shahodat bersin dedi. Ikkinchi sharti balog'at yoshiga yetgan bo'lsin dedi. Üçüncü şartı öz ağzıma razıçılık bergan bo'lsin dedi. Ya'ni yandagi dugonalari, aylari ha dedi deb qo'ygan bo'lsa, u qizmas ayasi yo'qsa dugonasi nikohlanib qoladi dedi. Albatta qiz o'zi shart. Bolani ham o'zi qabul qilish shart va jamoat guvoh bo'lsin dedi. Ana shu yerda val mahr qo'yinglar dedi. Mahr ikki xil bo'ladi. Naq mahr, nasiya mahr deb aytiladi. Naq mahri o'sha qizimiz bor yashaydigan bir xona ikki xona uy, o'sha libos anjomlari nimaiki olib bergan bo'lsa, to'ygadan o'sha hammasi naq mahri kiradi. Nasiya mahri tillaga pishiladi. Qirg'iziston ulamolar fatvo chiqqan kengashida 5000 so'm eng pasti, tepasi 10000 so'm mahr qo'yinglar dedi. Mahr tillaga pishiladi. Hozirgi davrda yigitlarimiz yoki uzuk yoki zirak olib beryapti. Bu keyin olib beradigan mahr. Nikohdan keyin olib beradi. Hozir sizga olib bergan bo'lsa, naq mahrga kirib qoladi. Ana shu mahrni qaysinisini olib berasan? Nima olib berasan? Sepshiyasini. Trosa berar ekanda, trosga zanjirlasan ekan. Bu ham yaxshi narsa. Ya'ni 5000 dan 10000 so'm o'rta miyonasida bo'ladi. Ana shu mahr bilan nikohlanglar dedi. Qizimiz o'shunga rozi, to'g'rimi? Sepshga berar ekanda. Nikohdan keyin, to'ydan keyin olib beradi uni. Nasiya mahr. Ana shu biz janoza o'tayotganimizda ayol chunki o'sha mahrni olib bermagan bo'lsa 10 yil yashadik, 20 yil yashadik, shuncha farzand men roziman bu kishidan, mahri kelamas, men kechdim deb kechib boradi ayol kishi. Aber olmagan bo'lsa, agar hayotda bergan bo'lsa, aberda aytish shart bo'ladi. Lekin aberish shart. Endi qizimiz kimning qizlari ismi nima? Mahbuzajon qizi Mahbuzaxon. Mahbuzaxon qizim, siz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deng. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Salohiddin o'g'lim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. La degan gap, yo'q degan gap, illalloh bir xudozga xudo yo'q dedik. Muhammadur rasululloh dedik. Muhammad Alloh taoloning bandasi, payg'ambari bizga haq payg'ambar shahodat berdi. Ya'ni guvohlik o'tdik. Kimki shunday degan bo'lsa, bir kunda 5 mahal namoz farz. Islomda birinchi farz ado qilindi, ikkinchisi 5 mahal namoz farz. Uchinchisi zakot farz. To'rtinchisi Ramazon oyida 30 kun Alloh uchun roza tutishlik farz va 5-inchisi umrida bir marta haj baytulloh qilib tavof qilib kelishlik farz bo'ldi. Shu islomda 5 farz tursa, ikki dunyo baxtli bo'lasizlar. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'zini qizlarini Fatima Zahro degan qizlar, Fatima ismlari bo'ldi, Zahro degani laqablari bo'ldi, ya'ni Zahro degani pokiza degan bo'ladi. U kishi hayz ko'rmadi, tuqqandagi nifos hollar ko'rmadi. Shuning uchun Zahro pokiza dedi. Doimiy 5 mahal namoz o'qib turdi kishi. Endi u kishi umr Hazrat Aliga turmushga chiqishi nikohlangandan keyin umr go'zallik qilayotgan paytlarida ayolligiga borib Hazrat Alining gapini qayridi. Qayriganda Hazrat Ali ondan turib ketganda Fatima Zahro enamiz xatosini tushunib, Ka'bani 7 marta tavof qilib aylanganday Hazrat Alini 7 marta tavof qilib aylandi. Ya Ali Murtazo, ey bolalarim Ali otasi Ali, men xato qildim, meni gunohlarim kechiring dedi. Shunda Hazrat Ali ko'rib olib turib, u alfozni ko'rib, kulib olib turib, ey Fatima Zahro binti, ey payg'ambarning qizi Fatima, pokiza qiz, men sizni kechirdim dedi. İkisi payg'ambarning xizmatlariga borganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashabi kiramlardim, bugungi hodisani sizga men aytib beraymi? Deganda, ey Allohning rasuli ota siz ayting. Siz bugun Hazrat Alining gapini qayradingiz. Shu alfozda ondan jahllanib turib ketdi. Siz xatoingizni tushunib yugurib borib Ka'bani 7 marta aylanganday, eringizni 7 marta tavof qilib aylandingiz. Ya Ali Murtazo, ey bolalarim otasi Ali, meni kechiring dedingiz. Ali sizni kechirdim dedi. Xudo sizni kechirdi. Agarda Ali norozi ostidan chiqib ketganda, sizni joningiz uzilib qolganda, men payg'ambar bo'lib, siz payg'ambar qiziga biz janoza namoz o'qimasdik dedi.
Nima uchunki o'zga xonadondan aytmadi. O'zini qizlari aynan payg'ambarning qizi bo'lsa ham, Xudo bilan gaplashadigan bo'lsa ham, nikoh Allohning amri bo'lgandan keyin, payg'ambarning sunnati juftlanish bo'lgandan keyin eriga itoat qilishlikni hukm qildi. Shuning uchun qizim turmushda doim asal yemaysiz. Topqaniga chidab sabr qilsangiz, Alloh taolo ikkingizning niyatingizga yarasha Xudolar barakot beradi. Mana bugun nikohdan keyin kechqurun borgandan keyin 2 rakatdan nafl namoz o'qishingiz shart, iymon keltirganingizdan keyin. Yo Rabbim, mana shunday menga musulmon, mo'min, qobil kuyov chiqar, menga ro'para qilganingiz o'zing hamd sano bo'lsin. Mana shu qo'shilishimizda bizga farzand bersang, o'zimizdan ham chiroyliroq, senga ibodatda mustahkam turatilgan, elini, yurtini, vatanini xizmat qilgan do'stlaringdan qilib berganki, bizga 2 dunyo baxtini bergin. Shu kishi bilan qo'sha qildim deb, siz 2 rakat namoz o'qishingiz shart. Bu kishi ham 2 rakat namoz o'qishi shart. Yo Rabbim, o'zimizdan ham chiroyli farzandlar bergin. Bu ayolimdan qo'sha qilib ser farzand bo'laylik, 2 dunyo baxtini etkizgin deb 2 rakat namoz o'qish shart bo'ladi o'g'lim. Nafil namoz o'qiladi. Ana shunda Xudo taolo sizlarga 2 dunyo baxtliligini beradi. Mana shu nikohlangandan keyin bir xo'plam aroq ichasizmi oshna og'ayningiz bilan, ana shu albatta sizdan iymon chiqadi. Alloh taolo Qur'onda harom dedi aroq narsani, avtomat tarzda xotiningizga bir taraf tushadi. O'shuning uchun xonadonlardagi farzandlar noqobil chiqib qolganlarga, otasiga itoat qilib, onasiga itoatsizlik qilayotganligi hammasi aroq orqasidan kelganlar bo'ladi. Beinikoh, nikoh talaq tushib qolgandan keyin kelgan farzandlar bo'ladi. Sizlarga qiyomatdan qo'rqqanimdan, o'sha jamoatda nikoh qilayotganimdan, shu vakillar turganidan foydalanib qolib aytayapmanki, qiyomatda menga osilmasin. Chunki domla yetkazmay qo'ydi. Agar harom deganda biz ichmasdik, agar itoatsizlik bo'lganda bizga aytmaganda men itoat qilardim erimga demasin deb payg'ambarimizni qizlarida bo'lgan voqeani aytib beryapti. Sirxonsolib ketyapti. Demak, shuncha odam guvoh bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloning amri bilan, Muhammad ibn sunnatlari bilan, Imom Azam mazhablari bilan. Darasat nima dedi? Abdullajon qizi Mahfuzaxon. Abdullajon qizi Mahfuzaxon. 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 Mahfuza deyapman. Mahfuzaxon Satinboy o'g'li Salohiddinga o'zingizni bir umrlikka tam mahramlikka, jufti halolga nafsiy nafiqangizni, tanangizni, badaningizni tayinga mahr bo'yicha rozimisiz? Ha, roziman. Eshitdingizmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning amri bilan, Muhammadning sunnati bilan, Imom Azam mazhablari bilan Satinboy o'g'li Salohiddin Abdullajon qizi Mahfuzaxonni o'zingizga bir umrlikka tam mahramlikka, jufti halollikka, tayinga mahr bo'yicha shedini vakillardan o'kilatingizga vakillar qabul qilib oldingizmi? Qabul qildim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sizlar Alloh taolaning amri, payg'ambarning sunnati, Imom Azam mazhabi jamoatiga nikoh juft halol bo'ldinglarda, endi sizlardan chiqadigan zurriyatlar hammasi nikohdan, haloldan bo'ladilar bo'ldi. Yana bir narsaki 40 kun chilla deydi. Chilla degan la degan yo'q, 40 degan yo'q degan gap bo'ladi. Ana shu orqasidan taom yeyishlar qizlar orqasidan. Bu kishini luhmay halol qilib o'zingizni peshona teringiz bilan xotiningizni xalqimini tozalashingiz, peshona mehnatingiz bilan. Qaynotanikidan somsaydi, issiq go'shini montiydi, yeyishlik emas. Bu qizni siz endi qiyomatda javob berasiz bugundan boshlab bu kishiga. Endi bu kishining luhmay halolini tozalab olishlik, naslni tozalab olishlik erkak vazifasi. Qaynotadan payshanbalik, hayitlik, qirqlik, jama mahofiyatlik keladigan emas. Bu kishini yedirib ichishlik erkakning vazifasi. Endi siz bolalidan chiqdingiz, endi siz kishi bo'ldingiz. Endi hayotga yangi qadam qo'yyapsiz. Faqat siz bu kishi borganda 3 yilgadan o'zini uyda yashaganda yashamaydi. Faqat sizga intilib yashaydi. Faqat sizga qarab turib shart bo'ladi peshonatangiz bilan. Bu kishi o'sha uyga keladigan paytda boraman deydigan bo'lsa, siz yo'q deb muddatni uzaytiradigan bo'lsangiz, o'sha haligidaqa nervchit qiladigan bo'lsa, uni bolasiga ziyon beradi. Shuning uchun bolani sog'lom o'sishlik uchun, kelajak nasl toza bo'lishlik uchun erkak dono, ziyrak bo'lish kerak. Ayolingizni, do'stlaringizga, birodarlaringizga reklama emas, endi bu kishining badani, tanasiga siz qiyomda javob berasiz bugundan boshlab. Shuning uchun har shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Huvallohullazi la ilaha illahu alimul g'aybi va shahada huvar
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام رحمن Peygamber Muhammed'in sünneti bilen İmam-ı Azam mezhebi bilen şeddetül cemaatlik ve ahlına rakbetular ve nikahı Allah'ın şahıtsan her veri bunlar şimdi bir muhabbet bergin kızımızı Fatime Zahra anamızda yıkın bu balamız Hazret Ali'de yıkın bunlardan çıkartılan zürriyat İmam Hasan İmam Sünney olup dinde bir peşvası olup ta kıyametine çıkartılan zürriyatını İslam'da peşinden dostlarından kılın özünge ibadet kılıp ata-enasının hizmetini kılıp elini yurtunu vatanını hizmet kılan dostlarından kılın iki dünya bahtını vergin bu kızımız yan bargan eşiğinden Allah kut berekerim ayağların kutlu berekeli kılın sel ferzan serdaletli kılın bu balamızdan koşa karı sel ferzanlı kılın iki dünyası abat kılın ata-enası rahmet alıveretli Allah'tan kılın bu dünya horlama ahiretten horlama kılın Allahümme anavir kulubuna bi hurmatil Kur'ani ve yassir umuruna bi berakatil Kur'ani ve şirah suduruna bi televatil Kur'ani ve gifiruz zunubana bi inayatil Kur'ani havil lana sakaratil mevti bi şerafil Kur'ani ve sakkir mizanina yevmel kıyamati bi azamatil Kur'ani inneke entel hennanul mennan ya zel celali vel ikram Allahümme Rabbena atina fid dünya hasena ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar bi rahmet ya rahmanallah ya Allah kullu olsun. Su da içi var. Senin gibi. İçin ki. Yüzleri yarık. Kutlu, berekeli gibi olsun. Oldu mu? Amin. Allah tebarek ve teala ekranı başlar. Senin Atina seni hürmet muhabbetliğin elini, yurtunu, vatanını, hizmetler, İslam'da peşkalan dostlar inanın. Bunun harına var. Bugünkü seferlerini behet alın, yollarını açıklayın. Kesmeci Huda berek verin. İki ders alın. Selamun aleyküm. Your daily fight, I hardly knew the pain was almost more than I could bear. Still I hear the last words to me. Heaven is a place nearby, so I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find me someday. Heaven is a place nearby, so there's no need to say goodbye. I wanna ask you not to cry, I'll always be by your side. You just faded away, you spread your wings, you had flown away to something unknown. Wish I could bring you back,
about to tear myself apart. You have a special place in my heart. Always, heaven is a place nearby, so I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find me someday. Heaven is a place. Bizi oxşab nevara-çevara balalı olub, önüb ösüb yetişken şu Allah'ım özü qollab quvvatlasın şu bollarım. Yaxşı oynab gülüb gelişke nasip etsin. Allah. Bo'y yetganda go'zal qalam qoshmi qizlar, palaxmonlar olib otgan toshmi qizlar. Qadrdonlar ko'zidagi yoshmi qizlar, derlar bari bo'lib taqdir hayronasi. Xayr endi ota uyning ostonasi. Xayr endi ona uyning ostonasi. Osonmadi bir niholdan gul tuzmoqlik, atrofida yurib yelib yo'l kezmoqlik. Qanday bo'lar ekan endi dil uzmoqlik, o'tmay qolar hech biror bir bahonasi. Xayr endi ota uyning ostonasi. Xayr endi ona uyning ostonasi. Mehmon mehmon o'yin qolar farzandingdan. Rozi bo'lgin ey xonadon dilbandingdan. Shu ekanda qiz bolaning peshonasi. Xayr endi ota uyning ostonasi. Xayr endi ona uyning ostonasi. Osmonda oy to'lin bo'ldi, to'lin bo'ldi yor yor. Qiz bolamiz kelin bo'ldi, kelin bo'ldi yor yor. Borgan joyi baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin. Yor yoray taxtli bo'lsin. Kelin kuyov baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin. Yor yoray baxtli bo'lsin.
Bari sağ olsun, koşmaları bilan koşa qarısin. Balali, çakali, izzatli, hürmetli. Kelinglar endi, kelinglar Hojiya. Dadasi, ayasi salom beradi endi sizlarga. Kelinglar. Salom. Dadajonisiga salom bering. Dadasi sog', yoqqa turing. Hoji xola u ham, hoji xola. Mana hoji nizomlar ekan yana. May hoji xola mont soling. Keling dadajonisiga yaqinroq keling. Salom. Baxtli bo'linglar. Onajonisiga salom bering. Mana. Miroqon. Jonisi, rahmat, vaqtingizni bersin. Uyda xizmat qilgan qo'ni qo'shnilarga, opa-singillar, keling opajonlari, salom bering opajonlariga. Rahmat, vaqtingizni bersin. Rahmat. Beda hojayamizni qo'llar tog'alariga ham salom bering. Salom bering. Tog'alariga ham salom. Aga kelib qoldim. Hammasiga salom. Hojayasiga salom beradi. Hammaga salom. Kimsalar mehmonlar. Bitta patakas qancha tushdi? Mashinga salom qiling. Rahmat, ko'p qo'ydingiz.
Kalaca be, açam, kalaca. Dua kılınlar. Onda cılkırız vallahi yani. Oynap gülüp aylanıp keçi aman salaman seçip oynap gülüp geleyler aman salamat olup